Hech shubha yo'q. Bu Tomasning aravasi. Bechorani yoqib yuborishgan. Alanga ichida qolgan aravani elchixona tomonga haydashgan. Bu mahalliy maxsus xizmatning ishi ekani aniq. Agar bizni qo'rqitmoqchi bo'lsa, hech kuttirmay munosib javob beramiz. Sulton hazratlari, mamlakatingiz maxsus xizmat saflarida ajnabiy dushman ayg'oqchilari borligini bilamiz. Ular elchi. Nima deyotganingni bilasanmi? A'lo hazratlari. Sizga javob. Elchining da'volari to'g'rimi, janob? Qotilni albatta topamiz, sultonim. Butun boshli xizmatni arzimas ishga tishi o'tmaydigan darajada ojiz ahvolga tushirdinglar. Politsiya nima ish qilyapti? Maxsus xizmat nimaga yaraydi? Bu ahvoldan bizni qutqaradigan odam yo'qmi? Galata. Bo'ldi, endi boraver. Janob elchi, janob Fransiska, taklifimni rad etmay kelganingiz uchun katta rahmat. Maqsadga o'taylik, janob Genri, nima gap o'zi? Ha, to'g'ri, maqsadga o'tamiz. Diplomatiyaning men yoqtirgan eng yaxshi usuli. Xabaringiz bor, harbiy attashimiz Ser Tomas mudhish jinoyat qurboniga aylandi. Demak, bu masalada bizdan shubhalanyapsiz yoki bizdan? Janoblar, diplomatlarmiz. Qo'yinglar, taxminlar bilan boshqalar shug'ullansin. Diplomatiya murakkab sharoitdan chiqish yo'lini topish san'atidir. Tushuntiribroq gapiring, janob Genri. Basharti ichki ishlar nozirligi Tomasning qotilini topolmasa nima bo'ladi? Uning nufuzi tushib ketadi, yangi isyonlar boshlanishiga sabab bo'ladi. Nasib etsa, mahalliy politsiya bu jinoyatni fosh qila olmaydi. Sulton shu ishni ochish uchun mashhur zobitni qatl ettirmay unga 1 yil muhlat berganini eshitdim. Ko'ramiz, o'sha mashhur zobit nima qila olarkin. Rizo! Qayerda sana ablah? Rizo! Ming la'nat senga, Rizo! Janob, o'zingizni bosing. Rizo qochgan. Uyining yonidan 2 ta jasad topildi. Aftidan guvohlarni yo'q qilayotganlar uni ham tinch qo'yishmagan. Rizo qochib qutulgan. Xudo xohlasa bizning qo'limizdan qutula olmaydi, og'am. Yaramas Rizo. Iflos. Xudo haqqi, jahannamning tubida bo'lsang ham seni albatta topaman. Hammasi uchun javob berasan hali. Ertalabdan beri shu ahvol. Dengizga tikilib o'tiribdi qozi afandi. Nazarimda oxirgi voqealardan keyin astag'firulloh, sal tobi qochganga o'xshaydi. Tushundim Hasan. Katta rahmat senga.
arzimaydi. Endi nima qilamiz ustoz? Bu ahvoldan qanday qutulamiz? Seni topib olganimda mana buncha eding. Balki ishonmassan, lekin qo'limga sig'arding. Endi ulg'ayding. Xudoga shukr. Katta odamga aylanding. Sengayam, Aligayam har safar qaraganimda Parvardigorimga shukr aytardim. Nachora, buyuk Robbim Alini rahmatiga oldi. Ammo taqdir ilohiga qarshi isyon qilmadik. Peshonamizda borni ko'ramiz, o'g'lim. Hozir o'zimizni ayblab o'tiradigan zamon emas. Zulmga qarshi jang qiladigan davr keldi. Men seni oliy jazoga hukm qilgan qozi G'iyosiddin Xotamiyning qarorim qat'iy. Yo bu jangda yonimda turib begunohligingni isbotla, yoki ertadan qolmay Istanbulni tark et. Alini ziyorat etaylik ustoz. Qabri boshiga boraylik. Baraka top yigit. Esingdami, bolaligingda rosa shashka o'ynarding. Gap bunday o'g'lim. Vaziyat jiddiy. Bizni kalaka qilishyapti. Raqib yurib bo'ldi. Guvohlar o'ldirildi. Rizo qochdi. Agar sovuqqonlik bilan harakat qilmasak, bizni bir zumda yeb qo'yishadi. Sulton 1 yilgina muhlat berdi ustoz. 1 yil degani nima? Ko'z ochib yumguncha o'tib ketadi. Hali ko'rasan. Bu muddatda seni ham oqlaymiz. Galatani ham tozalaymiz. Xotirjam bo'l. Senga tuzoq qo'yganlar juda qudratli. Ular katta o'yin boshlashgan. Xudoga shukr. Bizning aqlimiz, fahmimiz, zakomiz ular o'ylagandan ko'ra ancha kuchli. Ijozat eting. Nasib etsa, o'sha katta o'yinni buzamiz. Ko'pamiz qilaverma. Bera. Yuring, shlepalarni ko'ramiz. Doimgidek didingizga tan berdim. Bu shlyapa Parijdan yaqinda keltirildi. Juda soz. Yo'qdi. Bir daqiqa, ma'zur tutasiz.
xonimga qara. Zaxariyas kichik xonim. Yangi narsalar bormi? Albatta, xonim. Sizdek go'zal qiz uchun ma'zur tutasiz. Bu rang ko'zlaringga mos tushadi. Kiyib ko'rchi. Katta rahmat. O'zingiz olmoqchisiz shekilli. Iltimos, kiyib ko'r. Aminmisiz? Qalay turdi? Chekimiz, javoningda 50 ta shlyapang bor. Minnatdorman. Aytib yurmang, o'zimni tanishtira olmadim. Lara Zaxariyas. Aziza. Yura qol qizim, kech qolyapmiz. Har safar yangi shlyapa olasan, moviy, qizil. Xo'p, xola. Tanishganimdan xursandman. Mana. Boris Zaxariyasning uyiga eltib beramiz. Ovora qildik-da. Lara, ketyapman, xola. Ertaga kechqurun uyimga o't. Tinchlikmi? Nima gap? Faqat hech kimga aytma, xo'pmi? Endi boshqasini tanlaysizmi? Voy, mana bu Dilbarga qara. Qoyil juda ochilib ketibdimi? Galata. Qimirlama, o'tiraver. Bemalol. Mustafo deganlari ichasanmi? yo'q. Rahmat. Gunoh bo'ladi. Odam o'ldirish gunoh emasmi, Salmon? Tushuntira oldimmi? Men ham ichmayman. Chunki u zaiflik belgisi, soxta jasorat beradi. Odamni o'zgartiradi. Meni ojiz qiladigan narsalarga sirayam toqatim yo'q. Sizdan bir narsa so'rasam maylimi? Mustafo kichkina zobit. Siz esa katta bankirsiz. Nega Mustafoni o'ldirish uchun omborni yoqdingiz? Uni tinchitish uchun shuncha pora berishingiz shartmidi? Senga bir hikoya aytib beraman. Kunlardan birida keksa Badaviyning kurkasini o'g'irlab ketishibdi. Qariya o'g'lini chaqirib debdi: "Hoziroq kurka o'g'risini topib jazola, yo'qsa boshingiz baloga qoladi."
Nodon o'g'il bitta kurkani deb ovora bo'lishni istamabdi. Afsuski, ko'p o'tmay Badaviyning tuyasini o'g'irlashibdi. Tabiiyki, Badaviyning o'g'li keksa otasining yoniga chopib kelibdi. Shunda donishmand qariya o'g'liga tuya o'g'risini tinch qo'y, kurka o'g'risini topib jazola debdi. Ammo o'g'il yana quloq solmadi. Keyingi safar Badaviyning arabiy otini o'g'irlashibdi. O'g'lon yana otasining yoniga kelibdi-yu, kurka o'g'risini topdingmi degan javobni eshitibdi. O'g'ilning hafsalasi pir bo'pti. Biroz vaqt o'tgach, ayu xannos solib otasining chodiriga ketdi. Dada, bor budimizni o'g'irlab ketishdi. Shunda Badaviy o'g'liga kurka o'g'risini topishni buyurgandim-ku debdi. Agar o'shanda o'g'rini topib jazolaganimizda bu kulfatlar boshimizga tushmasdi. Agar kurka o'g'risiga chora ko'rganimizda bor budimizdan ayrilmas edik debdi. Qissadan qissa shuki, ilonning boshini kichikligida yanchish darkor. O'sh hikoyat yoqdimi? Sen kimsan meni so'roq qiladigan? Yaramas noshud. Allohim, do'stimning yotgan joyini jannatdan qil. Ketdik ustoz. Hali ishlarimiz ko'p. Yaxshi. Xayrli tun, qozi afandi. Inglizlar jasadni yurtiga olib ketishmoqchi. Ortiq ushlab tura olmaymiz. Nima qilsak ekan? Qanaqa jasad? Sal o'zingga kelib ol. Buni bizga qo'yib beraver. Allaqachon o'zimga kelganman ustoz. Kecha tunda Britaniya elchixonasi xodimlaridan biri o'ldirildi. Sultonimiz jinoyatni fosh etishni bizga topshirdi. O'sha jasadni men ham bir ko'ray. Ma'qul. Lord Perrow. Ijozatingiz bilan ko'rishguncha. Sizga aytganim 1848-yilgi Chateau Lafite. Lutfan qabul qiling. Juda ham saxiy insonsizda, Boris. Iltimos meni Genri deyavering. Sir Genri.
Janob Tomasning boshiga tushgan kulfatlarga qaramay taklifimga rozi bo'lib kelganingizdan bag'oyat xursandman. Katta yo'qotish bo'ldi. Ha, to'g'ri, katta yo'qotish. Oxirgi yillarda Tomas sal nazardan qolgandi. Nima desam ekan, muammolari ko'payib ketgandi. Qimormi? Siz bilmagan narsa bormi o'zi, Boris afandi? Ular mishmish xolos. Bu mishmishlarning o'lkam uchun qanchalik muhimligini tasavvur ham qila olmaysiz. Tushunmadim. Dushman yaqin kunlarda Istanbulni bosib olmoqchi. Basharti mol-mulkingizni ishonchli himoyalash uchun munosib joy qidirsangiz, inglizlar sizni bajonidil qabul qilishadi. Tushundim. Demak, Angliya saltanati panohida yashayman, to'g'rimi? Boyliklaringiz bilan birga. Ammo g'arib kelgindek. Tushunmadim. Atrofingizga hech qaraganmisiz, Sir Genri? Yo'q. Uyimni nazarda tutmadim. Bu ajoyib shaharga bir qarang. U meniki. Iznimsiz yaproq ham qilt etmaydi. Ochig'ini ayting. Londonni ixtiyorimga topshira olasizmi? Qizingiz yana oqshomning eng yorqin yulduzi. Dadajon? Jonim qizim. Marhamat, tanishinglar, Anvar. Ularning qaylig'i. Xomtama bo'lmang. Demak, hamon qizimni ko'ngliga yo'l topolmabsan. Anvarning otasi Istanbuldagi eng yirik bozorlar sohibi. Shunaqami? Omadingiz bor ekan, yigitcha. Janob elchi, fursatdan foydalanib yangi ochilgan jamg'arma haqida gaplashmoqchi edim. Albatta, xonim. Galata bandargohi atrofida beva bechoralar, yetimlar ko'p. Bir burda nonga zor yurishibdi. Otamning ko'magida tashkil etilgan yangi jamg'arma orqali o'sha insonlarga baholi qudrat yordam beryapmiz. Angliya hukumati ham qarab turmasa kerak. Albatta. Ertaga yordamchim Markos sizga 20 tilla tanga keltirib beradi. Sira quyoshi botmaydigan buyuk saltanatingizdan kattaroq saxovat kutgandim. Albatta, xonim. 50 oltin ertaga qo'lingizda bo'ladi. Boris bey, iltimos menga ijozat bering. Ser Tomasning dafn marosimini tashkillashtirish zarur. Bemalol. Xonim. Ijozatingiz bilan. Yana qancha meni sarson qilmoqchisan? Qo'limdan kelsa umrbod. Otang meni qaylig'ing sifatida tanishtiryapti. Sen esa hamon o'jarlik qilasan. Sizga nima kerak, xola? Qo'lingizni yugurdak qilmang, Anvar afandi. Yuring Gulbahor xola, qiladigan ishlarimiz ko'p. Yo, tavba, tavba. Janob bechora shundoq ham kuygan. Uni yana yoqishimiz shartmi? Shisha. Kimdir bo'yniga qadagan. Bu odam yonganda shekilli. Ehtimol aravada oyna sinib bo'yniga kirgan bo'lishi ham mumkin. Balki.
Unda tananing boshqa joylarida nega shisha yo'q? Old tishlari. Ularga nima bo'lgan? Boshini urib olgandir-da. Aravadan tish qoldiqlari topildimi? Yo'q, og'am, yonib ketgan bo'lsa kerak. Qara. Chiroqni yaqinroq tut. Yo tavba. Xo'jayin, bechoraning tomog'iga kumush qo'yishganmi? Marhumning old tishlari kumushdan ekan. Kumush erib, tomog'iga tiqilib qolgan. Ser Tomasning surati bormi? Ha, albatta bor. Elchixonadagilar zo'rg'a berishdi. Mana. Bu jasad Tomasniki emas. Marhum singan shisha bilan bo'g'izlangan. So'ngra Tomas deb o'ylashlari uchun atashening aravasiga o'tkazib, yoqib yuborilgan. Otlar elchixonaning yo'lini bilgan. Shu bois to'g'ri kelavergan. Bu odam kim? Agar bu Tomas bo'lmasa, u qayerda? Ser Tomas. Hamma sizni o'ldi deb yuribdi. Siz esa hech narsa bo'lmagandek qarshimda turibsiz. Bugun tunda Marselga qochirib yuboraman degandingiz. Ha. Avval ba'zi ma'lumotlarni aytasiz. Hasan, labbay qozi hazratlari. Mustafa bilan Husayn afandining hammomiga bor. Egasiga mendan salom ayt. Bu xonani yoqsin. Mustafa yaxshilab yuvinib, poklanib olsin. O'ziga kelsin. Bosh ustiga qozi afandi. Mustafa, ertaga bomdod namozidan so'ng Galata politsiya idorasida kutaman. Xo'p bo'ladi, ustoz. Omon bo'linglar. Shirlar rostmi? Ha. Britaniya shartnomasida xato yozilmaydi. Ya'ni Angliya Rossiya bilan to'qnashishdan voz kechdi. Demak, urush bo'lmaydi. Galata bankirlaridan kim urushga pul tikkan bo'lsa, chuv tushgani aniq. urush. Echki jon, qassob moy qayg'usida. Pul tikkanlar xonavayron bo'ldi. Men esa yutdim.
Ertaga kechqurun Galata bandargohiga bor. Marselga qatnaydigan birorta kema topaman. Menga bugun deb so'z bergandingiz. Afsuski boshqa yordam bera olmayman. So'ragan narsangni bilib olding. Endi meni haydab solyapsanmi? Savdo qilishga o'qing yo'q ekan. Senga javob. Menga qara, ancha pulim bor. 1000 oltin berishim mumkin. 2000. So'z bergansan axir. Beqot. Xonamni qon qilmanglar. Jasadini dushman elchixonasining bog'iga tashlab qo'y. Qarabsanki, turklar, inglizlar va boshqalar bir-birini ayblab yotaveradi. Ha, darvoqe. Puli ko'p ekan. Gapirtir. Oltinning ziyoni yo'q. Mustafa. Bu galam mendan qutulding. Endi ehtiyot bo'l. To'xtat. Yarim kechada bekorga ovora qilma. Juda yaxshi gap boshlaganding. Oltinlar qayerdaligini aytsang bo'lgani, u yoq bilan ishimiz yo'q. Gapir. Oltinlar qayerda? Abdulning jinoiy sherigi O'z ko'zlarim bilan ko'rdim, qozi afandi. Alini Mustafa o'ldirdi. So'ngra omborxonani portlatib, Abdulni to'dasidan ham qutuldi. Mustafa shaytonga dars beradigan odam.
Boraver Hasan. Ertalab ko'risharmiz. Yo'q og'am, siz ham men bilan ketasiz. Nega endi? Men uyimga qaytaman. Xo'jayin, oxirgi voqealardan keyin uyingiz kecha-yu kunduz kuzatuv ostida. Qozi afandining buyrug'iga ko'ra, munosib joy topilmaguncha menikida yashab turasiz. Yo Qodir egam, bilaman osiy bandangman. Iltimos menga najot ber. O'zingga shukr Parvardigor. Xudoga shukr. Britaniya elchixonasi. Xush kelibsiz afandim. Xushvaqt bo'l. Sir Tomasning oilasiga yuboriladigan ta'ziyanoma imzolab bersangiz. Albatta. G'alati yigit edi. Iste'dodi bor-u, ammo xayolan osmonlarda uchib yurardi. Iqtidorli edi. Yaxshi haykallar yasardi. Afsuski, mahoratli elchi bo'la olmasligi aniq edi. Xonasini yig'ishtiringlar. Buni va boshqa haykallarni yaqinlariga jo'natib yuboringlar. Xona toza tursin. Qani, bu yoqqa yurchi. Xo'p, bo'ladi. Ertaga ertalab Boris Zaxaryazning qiziga 50 oltin tashlab kelasan. Boris nufuzli odam. Qizining ko'nglini olsak, u ham xursand bo'ladi. Sev bomboshku. Bu nimasi? Tamom bo'ldik. Maxfiy hujjatlar ham yo'q. Hoziroq politsiyaga boraman. Shoshma Markus. Tumanni oyoqqa turg'izma.
Hech kim bilmagani ma'qul. Ertaga shaxsiy seyfimda 50 oltin olib, Borisning qiziga ber. So'ngra qozining yoniga bor, u bilan shaxsan uchrashaman. Bu voqea ovoza bo'lib ketsa, holimizga voy. Barcha hujjatlarning nusxalari bormidi? Albatta, janob. Yaxshi. Ularni seyfga solib qo'y. Senga javob. Markos, shoshma. Ishonchli odamlarga ayt. Tomasning iziga tushsin. Tomas nima? Ammo u Yaramas qimorboz o'lmagan, u tirik. uni qanday topishadi? Gazmanini kuzatishsin. Biror narsa yeb oling. Kun bo'yi tuz totganingiz yo'q. Bemalol dam olavering, men ketdim. Navbatchilikka borishim kerak. Ishxonada ko'rishguncha. Rahmat Hasan. Xayrli tun. Vaqti keldi, Mustafa. Mustafa, qoch! Ukajonim. Bevaqt tashrif buyurishingizning sababi nima? Sendan bir iltimosim bor. Bu safar kim? Harbiy flot noziri Asadbey. Katta odam, do'stlashib olasan. Mayli. Nega? Hozircha boshini aylantirib tursang bo'lgani. Vassalom. Rizo nima bo'ladi? Aziza, juda ko'p savol beryapsan. Odamlarim uni izlashyapti. Bo'ldimi? Qizim bilan tanishibsanmi? Ha. Judayam go'zal qiz ekan. Onasiga tortgani aniq. Lara bilan o'xshash jihatlarimiz ko'p. Kim bilsin? Balki vaqti bilan u ham menga o'xshab qolar. To'g'rimi? U sen uchun Lara emas,
hamisha Zaxariyas xonim bo'lib qoladi. Bu bir. Ikkinchidan, yovuz niyatlaring bilan qizimga yaqinlasha ko'rma. O'zim buyruq bermagunimcha. Uchinchidan, uzun tilingni kesib qo'yishga majbur qilma. Aks holda bu ishni bajonidil bajaraman. O'zingga tuzukroq kiyimlar ol. Qiynalyapsan, Mustafa. Qattiq ranjigansan. Chorasizsan. Albatta adashasan. O'shanda so'nggi nafasing chiqishini miriqib tomosha qilaman. Aslida bolaligingda tinchitib qo'ysam bo'lar ekan, Mustafa. Taqdir ekan, hamon tiriksan. Quloq soling. Bugundan boshlab Galata xavfsizligini ta'minlash vazifasi ham zimmamizga yuklandi. Zobit Mustafa safimizga yana qaytdi. Endi Galata bosh noziri bo'lib xizmat qiladi. Buyruqlarni so'zsiz bajarasizlar. Mustafa, ularga gaping bormi? Do'stlar, ahvolim tayin. Agar men bilan ishlashni istamaydiganlar bo'lsa, hozir aytsin. Ranjimayman, o'ch olmayman. Boshqa nozir bilan bemalol ishlashingiz mumkin. Juda soz. Birinchi ishimiz inglizning o'limi. Tomasning suratlarini Istanbuldagi gavjum joylarga, bandargohlarga, maydonga, bozorga, xullas hamma joyga tarqating. Hamma ishiga. Bu yoqqa yur, Mustafa. Salom qozi afandi, bormisiz? Tinchlikmi janob? Xush kelibsiz. Hech ham xush kelmadim. Yuring, xonamga kiraylik. Bemalol gaplashib olamiz. Rahmat qozi afandi. Yo tavba, qo'rqib ketyapman. G'iyosiddin afandi, falokat. Pofas afandi, tushuntiribroq gapiring. Biroz nafas rostlang. Qani o'tiring. Qulog'im sizda, nima gap? Ibodatxonamizda 2 asrdan beri turgan xochni kecha o'g'irlab ketishdi. Saxovatli ruhoniy bir vaqtlar ibodatxonamizga sovg'a qilgandi. Agar jamoat xoch o'g'irlanganini bilsa, tamom bo'lamiz. Tushundim. Xochni topish bo'yicha qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz. Xotirjam bo'ling. Rahmat, baraka toping. Parvardigor qo'llasin. Alloh yo'limizni ochsin. Rahmat.
Katta rahmat. Yaxshi boring. Ana Mustafo. İşimiz bittiga ko'paydi. Qozi afandi, Angliya elchisi yordamchisi hamrohligida siz bilan ko'rishmoqchi. Xonamga taklif qil. Xo'p bo'ladi. Marhamat. Xayrli tong, Qozi afandi. Ertalabdan bosgan izlaringiz xayrli bo'lsin. Ijozat etsangiz siz bilan muhim bir mavzuda yolg'iz gaplashib olsam degandim. Mustafo Galata politsiyasi boshlig'i, mening o'ng qo'lim. Bemalol gapirishingiz mumkin. O'tiring. Xabaringiz bor, harbiy attashimiz Thomas aravasida yonib ketdi. Bilamiz, elchi janoblari. Jinoyat tafsilotlarini o'rganyapmiz. Nima desam ekan, nazarimda yongan odam Thomas bo'lmasligi mumkin. Yo tavba. Nega bunday xulosaga keldingiz? Elchixonaning seyfidan oltin o'g'irlangan. O'sha yaramas qimorboz pullarimizni o'g'irlab ketgan. So'ngra kimnidir o'ldirib, yoqqan va aravasida tomosha ko'rsatgan. Menimcha taxminan shunday. Juda soz. Firabiga cho'chishmabsizlar. Barakalla. Seyfdan boshqa narsalar ham o'g'irlanganmi? Yo'q. Adashmayapman. Faqat oltinlar. Sizga yordam berish uchun odamlarimiz allaqachon ishga kirishib ketishgan. Elchi janoblari, gap bunday. Odamlaringizni hoziroq ortga qaytaring. Mabodo surishtiruv jarayonida qo'limga tushsa, Alloh shohid, hammasini zindonga tiqaman. Darvoqe, qimorboz Thomas elchixonaga qaytgulik bo'lsa, ushlab huzurimga keltirasiz. O'qdingizmi? Ammo pommoni qo'ying, elchi janoblari. Bu yerda istagancha harakat qila olmaysiz. Chunki o'tirgan joyingiz Istanbul shahri. Bu masalada shaxsan sulton bilan gaplashaman. Ixtiyoringiz. Ketishingiz mumkin. Xo'sh, bunga nima deysan? Pulni o'zi yo'qolganida huzuringizga kelishmasdi. Bu yerda boshqa sabab bor. Unda harakatingni qil. Thomasni bizdan oldin topsa noqulay ahvolga tushamiz. Xo'p bo'ladi, ustoz. U holda boshqacha sayrashadi. Darvoqe, agar jinoyatni fosh eta olmasak, podshoh meni yana Allohning o'zi qo'llasin. Bor. Ishni tezroq bitir. Bosh ustiga, ustoz. Narxini aytdim. Pulini oldindan berasan. G'irt kalamushxona-ku bu. Mabodo yoqmasa eshik ochiq. Menga qara, bu yerdaligimni hech kim bilmasin. Uqdingmi? Bu it iskamas joydan seni kim ham qidirardi?
Mehmonxonada gaplashgan odam kim edi? Rashk qildingmi? Yo'q, shunchaki qiziqyapman. Bu yerga kelayotganingni hech kimga aytmaganmiding? Xuddi shunday hech kimga aytmadim. Afsuski azizim, senga ishonishga majburman. Tushunmadim. Shunchaki o'zim. Istanbuldagi eng ashaddiy jinoyatchi Boris. Menga dengiz floti noziri Asadbey bilan do'stlashgin dedi. Fahmlagan bo'lsang, sultonimizga katta tuzoq qo'yishmoqchi. Menga bera qol, choyshabga to'kilmasin. Ming afsus. Ko'rishing mumkin bo'lmagan voqeaning shohidiga aylanding. Nachora. Peshonamizda shu ham bor ekan. Yigitlar yong'in chiqqan ombordan topishibdi. Shunga tozalab tortmaga solib qo'ygandim. Rahmat Hasan. Demak, Galata politsiya noziri Filinta Mustafa sen ekansan-da? Eshitaman. Xuddi o'zi Qozoqxonda shunday ta'riflagandi. Politsiya idorasiga boshliq qilib tayinlagandi. Aslida Istanbulga o'zim qarab, aniqrog'i Istanbulga biz qarab turardik. Xo'sh, nima bo'pti? O'zingni go'llikka solma, Mustafa. Bu joyga ko'z tikkanlar ko'p. Qadamingni bilib bos. Mabodo qadamimni bilib bosmasam nima bo'ladi? Voy, yo tavba. Filinta, janob Filinta. Janob Filinta, axir. Qadamingizni o'ylab bosmasangiz biz yordamlashib yuboramiz. Boshqa nima ham bo'lardi, xo'jayin? Bu yerda nima qilyapsizlar? Bor ishlaringga qara, tezroq. Xo'p bo'ladi, janob boshliq. Yo tavba. Necha marta aytishim kerak, menga duch kelgan joyda salom beravermanglar deb. Xo'p bo'ladi, janob boshliq. Yo qudratingdan. Galvarslar to'dasi, yurlaring, oldimga to'sh.
Men borku. Ana buni kurashda albatta yengaman. Bu ham unchalik baland emas ekan. Mendan 2-3 santimetr baland xolos. Ha, shuni ayt. Ha, bunday qilsang yetasan. Jahlimni chiqarsa bormi, kallasini sapchida uzib tashlayman ha. Ko'cha boshidagi Usmonni bir ko'rib kelsak bo'lar ekan. Kumush tishli odamni topish kerak. Xo'p bo'ladi, og'am. Karakoy bandargohi. G'arib bir odamni qo'ldan chiqarib o'tiribsan, Ovsar. Ofarin. Kelib Rizo degan ana u muttaham bilan uchrashsa, barakalla Jamil. Ba'zilar bu yerning havosi juda badbo'y deyishadi. Ular adashishadi. Qattiq xato qilishadi. Bandargohdan bir dunyo pulning isi keladi. Galatadagi banklarda bunaqa hid yo'q. Galata bandargohini nazorat qilgan odam butun Istanbulni qo'lda tutib turadi. To'g'rimi, Hamdi? Uni tanidingmi? Hammollar boshlig'i iznisiz birorta ham kema bu yerdan jilolmaydi. Maqsadga o't, Boris afandi. Sog'inib kelgan bo'lsam-chi. Hatto otangni ham sog'inmaysan. Hamdi, nazarimda seni kim odam qilganini unutibsan. Eslatishga majburman. Qanday bergan bo'lsam, shunday olaman. Itlaringni yo'qot. O'g'lingmi? Ismi Majidmi? Bir pasta ancha ulg'ayib qopti. Barakalla. Dadang bir vaqtlar askar bo'lganini bilasanmi? Afsuski xizmatdan haydalgan. Sharmandalarcha. Xo'sh, Hamdi, keyin nima qilding? Bu yerga kelding. Hammollik qila boshlading. Nazarimga tushding. Otang juda baquvvat edi. Qancha yuk ko'targanini aytsam hayron qolasan. Senga saxovat ko'rsatib, hammol bosh qilib qo'ydim. Buning evaziga barcha rasvo ishlaringni menga qildirding. To'g'ri, birgalikda Yevropadan ancha-muncha mol o'g'irladik. Nima bo'ldi? Hammasi joyida. Yutganda mamlakat yutdi-ku, bola chaqang yutdi. Mamlakatga til tekkizma. Hamdi. Zamon butunlay o'zgarib ketdi, lekin sen hamon o'shasan. Maqsadga o't, Boris afandi. Maqsadga o'tsam, hammollar bugun ishlashmaydi. Nima? Ular ishlashmasa, birorta ham kema safarga chiqmaydi. Aslida maqsadim shu. Mendan xabar kut. Na kema topasan, na qocha olasan, Tomas. Nima qilamiz, dada? Hammollarga ayt. Buguncha dam olishsin. Aytgancha haqlarini berib yubor. Ammo dada, Bor, boshimni qotirma.
Yaxshi dam ol. Ko'rishmaganimizga ham ancha bo'ldi, Usmon. Boshqa ko'rishmasa kerak deb o'ylagandim. Ajal changalidan qutulibsan-da. Maqsadga o'taman. Kumush tishli qimorbozni qidiryapman. Kim ekan u? Mendan so'rayapsanmi? Ha, 2 kun avval shu yerda o'ldirilgan. Esingga tushdimi? 2 kun avval zindonda qatl hukmini kutayotganding. Bu yerda odam o'ldirilganini qayerdan bila qolding, ha? Qara. Suyakdan yasalgan. Ko'rdingmi? Bunaqasini sendan boshqa kim qila olardi? Jim bo'l, tushundim, quloq sol. Shunday bo'lsin. Qachonlardir nozir bo'lgan. Ismi Qodir. Hech kimi yo'q edi. Bandargohda ishlar, vaqt topib bu yerga kelar, qimor o'ynardi. Tomus ham kelib turarmidi? Albatta, o'sha ajnabiy ham uchiga chiqqan qimorboz edi. Qodir o'sha kuni g'irtmas dedi. Anchaga tushdi. Men yutdim. Ko'rmayapsizlarmi? Bunaqasi ketmaydi. Yaxshilab qaranglar. Qani? Yoqmasa yo'qol bu yerdan. Haydab yuboringlar uni. Yaqinlashmanglar. Pulimni qaytaring. O'g'rilar. Qo'yib yuboringlar. Tegmanglar. Muttaham o'g'rilar. Pulimni beringlar. O'g'rilar. Qo'yib yubor. Nima gap? Tomosha tamom, hamma ishiga qarasin. Xayri. O'yinchi do'stlarimizni siylab qo'y. Bugun aziz mehmonlarimiz bo'lishsin. Ba'zan shunaqasi ham bo'lib turadi. Qani davom etinglar, boshlanglar. Barakalla azamatlar, tortinmanglar. Aytganimdek, o'zimizni himoya qildik xolos. Bu bahonangni menga emas, Qodir afandiga aytasan. Jam. To'xtanglar. O'zingizni bosing. Nima bo'lganda ham guvohlarim bor. Aks holda hayron bo'lardim. Mayli, 1-2 kun o'tirib chiqaman. Bahonada dam olaman. Mazza. Hasan, bu yaramasni hibsga ol. Qozi afandining huzuriga boshla. Qara tur, bo'la qol. Oldimga tush. Shoshma. Uzoq qimor o'ynab toliqqanlar uchun maxsus dam olish xonang borligini bilaman. Tomus ham kirganmidi? Javob ber, yaramas. Odatda Mariyanni pansionatida qolardi. Yur, tezroq.
Xoch bu yerda nima qilyapti? Ibodatxonamizda 2 asrdan beri turgan Xoch kecha tunda o'g'irlandi. Ibodatxonaning ishini hal etdik. Endi davlatniki qoldi. Pera. Abdullah. Mustafa? Qadrdonim. Qamoqdan qochdingmi? Berkinishi kerakmi? Yur, tezroq bo'l. Yo'q, sulton meni 1 yil muddatga afv etdi. Yana politsiyada ishlayapman. Xudoga shukr. 1 yilda nima o'zgaradi? Sen aql o'rgatasan, Alloh yordam beradi. So'ngra bu maymunlarning o'yinini bir yoqli qilib jumboqlarni yechamiz. Hozir nima qilyapsan? Avval ingliz bilan bog'liq jinoyatni hal qilamiz. U yog'i bir gap bo'lar. Tushundim. Qani yur. Mustafa, bemalol o'tirib tur. Ozgina ishim qoldi. Bu nima, Abdulloh? Ovoz uzatkich, juda ajoyib uskuna. Nimaga kerak? Masalan, politsiya idorasida bo'lsang, men senga do'kondan qo'ng'iroq qilaman. Bir-birimizni ovozimizni bemalol eshitamiz. Shunaqa gaplar. Nima bo'ldi? Qalaysanga o'xshash. Lekin hali bitmadi. Ozgina kamchiligi bor. Bitsa qoyil qolasan. Mana hozir. Abdulloh. Bu nima? Mustafa, bu ham zo'r narsa. Suratlarni ketma-ket ko'rasan. Keyin devorda jonlana boshlaydi. Oddiy rasmlar, ammo harakatda. Ish bitgach, barcha rasmlar jonlanadi, harakatga tushadi. Rang-barang bo'ladi. Mayli, xo'sh xizmat Mustafa. Mana uni tarkibida nima borligini aytib ber. Hozir 1 daqiqa. Xola, yuring, rasmga tushamiz. Voy yo'q, rasmga tushishni yomon ko'raman. Yura qoling endi. Surat insonning ruhini o'g'irlab qo'yarmish. Qo'ysangchi xola.
Keling, esdalikka bitta rasmga tushaylik. Yo'q, shart emas. Esdalik kerak emas menga. Xo'p, deya qoling, iltimos. Yuring. Xo'p, deya qolsangiz-chi. Bo'ldi-da endi. Mustafa, mijoz ketdi. Iltimos, qara bor. Qara. Barakalla kuchukvoy, qoyilman. Yura qoling. Bismillah. Qarab yuboring. Menmi? Bu yerda boshqa odam bormi? Yo'q. Suratimizni olib qo'y. Tezlash. Yo tavba, namuncha millaydi bu? Go'rsuqda. Lara. Marhamat. Keling. Buni yechib qo'y, tuzukroq tushasan. Bera qol. Keling, xola, siz ham o'tiring. Nega baqirib qolding? Odam ko'rmaganmisan? Tezroq ol. Xo'sh, qanday kunlarda? Hozir 1 daqiqa. Ana, topdim. Yo'q, men tushmayman, qo'rqaman. Nimadan qo'rqasiz, xola? Rasmga tushsangiz o'lib qolasizmi? Bu nima deganing, tentak? Nafasingni shamol uchirsin. Bo'pti, u yoqqa qarang. Tezroq qimirla, o'g'lim. Uxlab qoldingmi, nima balo? Yo tavba. Peshonamda shu ham bormidi? Nima? Hech gap yo'q, xonim. Bo'ldi. Mana olyapman. Tabassum qiling. Yo xudo, bizni o'ldirishmoqchi. Yo'q, hammasi joyida. Buni kulishiga o'laymi? Ot akamizni yording-ku. Uzr, do'stim ko'proq fosfor solib yuboribdi. Ming afsus. Yuziga qara. Bizdan qancha bo'ldi? Kech qancha? Tortinmay aytaver. Qayerdan bilay? 10 chaqadir. Yo'q-e? Mayli, unda 1 chaqa. Mana ol. Turing xola, ketamiz. Aytgandim senga, rasmga tushish bexosiyat deb. Qani yura qol. Oldimga tush. Kelib turinglar. Yana kelamizmi hali? Tezroq yur, oladigan narsalarimiz ko'p. Senga aytyapman. Parafin. Nima? Parafin. Nima o'zi u? Mum sifatida ishlatiladi. Yanachi? Tez yonuvchi modda. Yo'q, tushunmadim. Boshqa yana nimada ishlatiladi? Qolib olishda foydalansa bo'ladi. Ol.
Bu nima qilganing? Pulingni olib qo'y. Tarix uzun buni. Ont ichaman Abdulloh. Sen haqiqiy dahosan. Ana menga fosforni kamroq sol. Boshim baloga qolishga oz qoldi. Men ketdim. Salom. Ko'rmang Nizom amaki. Xush kelibsan qizim, salomat bo'l. Rahmat. Amaki, bolalarga ozgina go'sht bersangiz degandim. Qancha olasan? Ataganingizni beravering. Qancha atashim mumkin? Qizishmang Nizom amaki, pulini to'layman. Shunday demaysanmi, qizim? O'zingiz ham savob uchun ozgina qo'shib bera qoling. Lara. Mayli, bu mendan. Baraka toping Nizom amaki. Nasib etsa bolalar sizni rosa duo qilishadi. Marhamat. Rahmat. Qancha bo'ladi? Voy! Yana senmi? Ko'rmay qoldim, ming bor uzr. Mo'ljalni yaxshi ola olmas ekansiz. Hozir ko'rsatib qo'yaman senga. Yo'lingdan qolma. Yordamingga muhtoj emasman. Shunda ham shoshib turibman. Ishingga bor o'g'lim, qani. Yanagi safar urushib qolmaymiz degan umiddaman. Lara. Bor yo'lingdan qolma. Senga aytyapman bolam. Tezda bularni yig'ib olinglar. Alloh o'zi sendandir. Bardamisiz xolajon? Baraka top qizim, tuproq olsang oltin bo'lsin. Xolajon, yo'talingiz nima bo'ldi? O'tib ketmadi, hali ham yo'talyapman. Masalliqlarni olib, o'zingizga mazali sho'rva pishiring. Ertaga shifokor bilan kelaman. Xudo saqlasin xolajon, nima qilyapsiz? Alloh rozi bo'lsin farishtam, baraka top. Xudo shifo bersin. Rahmat, baraka topinglar. Lara, tinchlikmi bugun negadir horg'insan? Ana bu yigitni o'ylamayapsanmi ish qilib? Yo'q-e. Nega uni o'ylarkanman? Menga umuman yoqmadi. Istagan odamingga turmushga chiqaver, lekin o'ylab ko'r, Xudo haqqi. Xabaringiz bor xola. Dadam meni Alvarga bermoqchi. Ha, otangga puli kerak. Tilimni qichitma. Qo'limga berishganida shundoqqina eding. Rahmatli onangni yaxshi tanimasdim, ammo sen xuddi qizimdek bo'lib qolding. Boshing baloga qolishini, baxtsiz bo'lishingni istarmidim. Taqdir. Menga qara Lara, istasang o'sha yigit kimligini surishtirib ko'raman. Yo'q, shart emas. Yo'q, bo'ldi qizarma, hammasini tushundim. Qo'ysangchi xola. Xudo baxtingni bersin qizim. Qani tezroq qimirla. Keling xizmat afandim. Yevropaga yetib olishim uchun kema kerak. Bugun ishlamaymiz. Ertaga keling. Yaxshi.
Bugun kechqurun roppa-rosa 9 da keling. Sizni kutib turishadi. Kelishdikmi? Hoy, menga qarang. Nima olib ketasiz? O'shanda ko'rasan. Bo'ldi bas. Tinchlaning, yo tavba. Nimalar bo'lyapti bu yerda? Bugun hammollar ish tashlashibdi. Shu bois kemalarga yuklar ortilmabdi. Ko'pchilik zarar ko'rgan. Odamlar qozi afandiga shikoyat bilan kelishibdi. Jim. Bugun hammollar ishlamagani sababli ko'rilgan zarar hammollarning ish beruvchilari tomonidan qoplanadi. Nasib etsa, ertaga ertalabdan barcha kemalar avvalgidek faoliyatini bir maromda davom ettiradi. Orangizda boshqa dardi borlar bo'lsa huzurimga kirsin. Javobimdan qoniqqan bo'lsangiz, maydonni bo'shating. Yo tavba. Nega to'satdan bugun ish tashlashdi? Tomas Sog'omon. Hamon Istanbulda. U ham bizga o'xshab vaziyat qurboni. Tomasni xorijga chiqarmaslik uchun barcha kemalarni to'xtatib qo'yishga qodir kuchli bu odamlar. Maqsadlar nima o'zi? Nega quruqlikdan foydalanishmayapti? Shuncha oltin bilan shahardan chiqib ketisha olmaydi. Bir zumda qo'lga tushishadi. Ketdik. Qayerga Mustafa? Bandargohga ustoz. Kapitanlar qahvaxonasiga. Shoshmay tur o'g'lim. Unda xoch nima bo'ladi? Marianna pansionatining 3-xonasida turibdi. Umringdan baraka top Mustafa. Bo'pti, omadingni bersin. Omon bo'l. Hoziroq Marianna pansionatiga boringlar. 3-xonada xoch turibdi. Zudlik bilan bu yerga keltiring. Xo'p bo'ladi, afandim. Durgu shu yerdami? Durgu senmisan? Marhamat otaxon. Bugun jo'nab ketarmishsan? Kema to'lib yotibdi otaxon. Ming afsus, boshqa yo'lovchi ola olmayman. Bugun kechqurun yo'lga tushamiz. Buyrug'ingiz bosh ustiga. Men emas.
bu buyuradi. Gap bunday otaxon, menga baribir. Kemamda joy ko'p, ammo bugun negadir bandargohdan hech kimni chiqarishmayapti. Nachora. Ertaga ertalab yo'nashimiz mumkin. Bugun soat 9 da kemangda bo'l. Qolganini menga qo'yib ber. Kemaga chiqib olgach, seni yana xursand qilaman. Biz ham sizni kutayotgandik, otaxon. Tinchlikmi? Yo'l bo'lsin. Men Tomas. Tomas, to'xta! Hasan! Hasan! Qoyil. Allohning suyukli bandasi ekansan. Xudo bir asradi. yana qochdi, yaramas. Shoshmaydi, seni baribir topaman. Karakoy bandargohi. Keldingizmi janob? So'zda ahdlashganimizdek, kema tayyor. Parvardigor sizlarni qo'llasin. Yuringlar. Tomasni qo'ldan chiqardik. Bu mening aybim. U hamon Istanbulda. Ertami kechmi baribir xabari chiqadi. Ana o'shanda uni bir yoqli qilamiz. Katta rahmat.
Assalomu alaykum, Tomas afandi. Juda ham epchil odam ekansan. Meni sotibsan-da, kapitan. Soat 9 da bandargohga keladi. Baqirayib turmanglar. Hamma ishini qilsin. Buncha baquvvatsizlar. Bo'ldi, yetar. Taslimman. Borib, boshqa ish qilinglar. Rahmat, Xadicha. Sendan ajoyib ota chiqadi, Mustafa. O'sha kunlarga ham oz qoldi, inshaalloh. Qo'ling dard ko'rmasin, singlim. Rahmat. Uzr. Nasib etsa bo'lib qolar. Yana ko'ramiz. Niyat qilsang kifoya, u yog'i bir gap bo'lar. Shoshma xotin. Hovliqma. Bola qamoqdan endi chiqdi. Bir gap aytsam maylimi? Xo'sh. Xadichaning bo'yi yetib qoldi. Shunga nima qilish kerak? O'zingizni go'llikka solmang. Mustafa ikkisini unashtirib qo'ysa yaxshi bo'lardi. Gaping to'g'ri, xotin. Bu masalada ertaga Mustafa bilan gaplashib ko'raman. Singlimning qo'lini so'rasin. Nasib etsa 1-2 haftada to'yini o'tkazib yuboramiz. Rostana. Hazillashdim. Siz xotinlar oila qurish bobida haddan ziyod hovliqasizlar. Mustafoga 1 yil muhlat berilgan. Avval nomini oqlab olsin, keyin qolganini gaplashamiz. Yo Alloh. Ayblov to'liq o'qib eshittirildi. Guvohlar tinglandi. London shahrida tavallud topgan Andrey o'g'li Sir Thomas Anderson Britaniya elchixonasining seyfidan katta miqdordagi oltinlarni o'g'irlashda ayblanyapti. Ashyoviy dalillar va berilgan guvohliklarga qarshi aytadigan gapingiz bormi? Qozi afandi. To'g'ri, oltinlarni oldim. Aravani ham men yoqdim. Ammo Qodirni men o'ldirmadim. Buni yaxshi bilamiz. Voqea aslida qanday bo'lganini aytib bering. Aravani yoqqanimda Qodir allaqachon o'lgan edi. Bechorani tashqariga olib chiqishganda ham siri tinchimadi. G'irt mast edi-da. Qimorxona xodimlari bilan janjallashib ketdi. Shu payt yigitlardan biri qo'lidagi singan shisha bilan Qodirni o'ldirdi. Shu payt xayolimga bir fikr keldi.
Marhumni darrov aravamga olib bordim. Ichiga o'tkazib, o't qo'yib yubordim. Ishonchliroq chiqishi uchun asoyimni aravaga tashladim. Otlar elchixonaning yo'lini yaxshi bilardi. Elchixona xodimlari yong'in bilan ovora bo'lishgan paytda ishga kirishdim. Maxfiy seyf qayerdaligini bilardim. Elchixonaning barcha xodimlari yonayotgan arava tomon yugurishdi. Muayni muddao edi, seyfni ochdim. Ham nomim o'lganga chiqar, ham ancha pulli bo'lib olardim. Voqea tafsilotlarini tushundik. Xo'sh, o'g'irlagan narsalaring orasida puldan boshqa narsalar ham bormidi? Ixtiyorimda mamlakatingiz haqida to'plangan juda muhim hujjatlar bor. Jumladan Istanbullik mashhur bankir faoliyatiga oid aybnomalar. Gunohlarim afv etilsa, ularni sizlarga topshiraman va Sulton A'lo hazratlaridan meni himoya qilishlarini o'tinib so'rayman. Nima? Josus! Yolg'onchi! Bu nimasi? Firibgar! O'g'ri! Tinchlik saqlansin. Mahkama tanaffus e'lon qiladi. Ixtiyoridagi barcha hujjatlarni zudlik bilan qaytarilishini talab qilaman. Chunki Tomas musulmon emas, boz ustiga Britaniya fuqarosi. Oddiy qozi unga hukm chiqara olmaydi. Sultonimiz Ser Tomas masalasida barcha ixtiyorni qozi G'iyosiddinga topshirganlar. Qanday hukm chiqarishni o'zi biladi. Bunday bo'lishi mumkin emas. Elchi janoblar, sultonimiz masala chigallashib ketmasligi uchun shundoq ham ayrim iltimoslaringizni qabul qildilar. Tomas Britaniyaga qaytariladi. Yaxshi. Juda soz. Masala hal bo'ldi. Afsuski, o'g'irlangan oltinlar hali topilmadi, qozi afandi. Zoti oliylari, ijozatingiz bilan sizni bir aylantirib kelaman. Bu nima qiliq? Qoshni yoqolmaysiz. Xavotirlanmang, asli u yerda. Bo'lishi mumkin emas. Marhamat, oltinlaringiz, pullaringiz. Bo'lishi mumkin emas. Yo tavba. Ko'zlarimga ishonmayman. Hech narsa ko'ringandek emas. Pulga ishonmaslik kerak. Mustafa, tushuntirib ber. Odamzod ba'zan firibgarlikda shaytondan ham o'zib ketadi. Qilgan ishlari siri aqlga sig'maydi. Tomas oltinlarni Istanbuldan qanday olib chiqardi? O'g'irlagan qoshning qolipini olish uchun parafindan foydalandi. Ichiga oltinlarni yashirdi.
Labini burib zo'rg'a rahmat dedi. Bizni shuncha ayblab uzr so'rashga ham yaramadi. Agar jinoyatni fosh qila olmaganimizda vaziyat bundan ham battar bo'lardi. To'g'ri. Ustoz, Sulton nega Tomasning iltimosini qabul qilmadi? Buni podshohning o'zi biladi. Ingliz ishi bitdi. Navbat Chelebi Rizoga. Xavotirlanmang. U yolg'onchi itni yerning tagidan bo'lsa ham topaman. Tomasni olib Britaniya elchixonasiga topshir. Keyin boshqa ish qilamiz. Xo'p bo'ladi ustoz. Ijozatingiz bilan. Bora qol. Rizo. Bu kuningdan o'lganing yaxshi. Baribir o'lasan.